Ko'p kafe va restoran egalari Nержавейкаdan oshxona buyumlari zakaz qilganda faqat narxga e'tibor qaratishadi, lekin eng muhim joyini unutadi. Bu payvand. Bular Abdual aka Faiz Nержавейкада sifat nazoratiga, texnik ishlarga javob beradigan insonlar. Xo'p, Abdual aka, men bu yerda ko'ryapman. Bu yerda hozir yaqin svarkadan chiqqan holat ekan. Bu yerda esa o'sha tayyor holat, svarkadan o'tib bo'lgan, o'sha payvandlash qilinib bo'lgan. Bu yerda o'sha parcha svarka qilgan joylari ham ko'rinmayapti. Bunaqa holatga keltirish uchun nima qilish kerak? Qanaqa etaplardan o'tadi? Bu holatdan bu holatga kelish uchun bizda 3 ta bosqich bor. Sizga hozir shuni batafsil tushuntirib beraman. O'sha holatga keltirish uchun mana 3 ta bosqichlik mashinkalarimiz, mana bunisi o'sha payvand choklarini tekislashda, shu ishib qo'ygan shu nimasini tekislashda ishlatiladi bunisi. Bunisi bundan qolgan notekis chiziqlarni yo'qotish uchun, shu notekisliklarni yo'qotish uchun qo'llaniladi. 3-bosqichda mana bu mashinkamizdan foydalanamiz. Bunisi o'sha profilimizdagi teksturasi, ya'ni chiziq, ya'ni bizni tilda xullas Yevropa deymiz. Ana o'shani chiziqlarni qilib berishga mo'ljallangan. Mana bundan keyin mana bu gubka deymiz biz bu narsani, mana bu bolgarkamiz sig'magan joyda qo'l bilan ishlov berishga mo'ljallangan. Mana shu bosqichlardan o'tib shu holatga keladi. Sifatli va professional Nержавейка jihozlariga buyurtma berish uchun ushbu nomerlarga aloqaga chiqing.